Annyeonghaseyo, kanalimga xush kelibsizlar. Hamma kutgan, hamma ko'p iltimos qilgan vlog bugun chiqadi. Bugun maktab vlog oldim. O'sha vlogda hozir sizlarga ko'rsataman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalim yoqqadi degan umiddaman. Sizlar, qarorchi hozir men yo'ldan o'tishim kerak. Betdan emas, ozgina yurib o'tishim kerak. Ungacha bo'lgan o'sha pechoqatgacha bo'lgan yo'ldan sizlarga videoga olib ko'rsatib yuraman. Mana ko'ruvchi o'tib ketyapmiz. Peshobxona bor. Ko'rgansizlar, ana shu peshobxonadan o'tish kerak. Hozir havo kantdamiz. Video vlog yaxshi chiqadi degan umiddaman. Agar mabodo direktorimiz ko'rib qolmasa, olib qo'ymasa, video vlogim oxirigacha bo'ladi. Ko'rayotganinglarda zangar bo'ladi, odam o'tish yo'li bo'ladi. Ana o'tib oldik. Ana o'tib oldik do'stlar. Endi davom maktabga borguncha videoga olib yursam, anchagina minut ketadi. 1 soat undan oshib ketishi ham mumkin videomiz vaqti. Shuning uchun maktabga kirib turganimda, kirishdan oldin maktabimni ko'rsataman. Kirib turganimda o'chirib qo'yishim kerak. Chunki kameralar bor. Hamma tarafda kamera qo'yib qo'ygan. Do'stlar, maktabga yetib keldik. 17-maktab. Hozir direktor uni sheriklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu yerda xayrlashamiz. Do'stlar, mana bu yerda yashirinib turibdi maktabimiz yurtparasida. Chunki direktor chiqdi. Bizni korpusimizdan chiqdi u. Qayerda turibdi bilmayman. Hozir zvonab endi 2 soat ketib keldim-da. 1 soatga yetib kela olmadim. Shuning uchun zvonab bo'ladi. Hozir 1 minutdan keyin ungacha yerda turaman-da. Qorovul turibdi eshitdi. Ana bo'ldi, zvonab bo'ldi. Endi videoning qolgan joylarini olib vlogga qo'shib yuboraman, qarorchi. Do'stlar, qarorchi hozir biz Xavakantga keldik sinfdoshlarim bilan. Undan oldin kelib oldik. O'zi hozir videoga olish esimga tushib qoldi. Qarorchi? Voy! Qarorchi? Mo'yi ikkalamizga cho'ralarni. Ayyo. İşte Engem bir. Yüksek kurtarış var. Ben buramı çalar mısın? Davay. Gapirsan gapir, ovoz qo'yib yuboraman men. Ketdi. Men tashiyman, men birman. Mana. Qarash mumkin emas. Vlog 3